Bir yilda 86 dan 50 kilogrammga tushish challenge'imni 4-kuni. Hozir ujinga birinchi achchiq tushiryapman. Bu pomidor, bodring, tuz va ukrop. Bodringni bilasizlarmi? 100 grammida atiga 15 kaloriya bor. Pomidorni 100 grammida bo'lsa 18 kaloriya bor. Ikkalasi 250 gram, 250 gramdan 3 ta bodringcha va 2 ta pomidor 500 gram. Jami 94 kaloriyalar bo'ldi. Va bunda juda ham vitaminlarga boy, K vitamini, A vitamini, C vitamini bor, Sh ham qo'shganman. Bu salat juda ham vitaminlarga boy, kaloriyasi kam va oshqozonni to'ldiradigan, oshqozonga to'ydim degan to'qlik hissini beradigan ajoyib salat hisoblanadi. Bundan keyin mosh bilan bulgur qaynatyapman. 70 gram mosh va 20 gram bulgur. Ikkalasi taxminan 300 kaloriyalar bo'ladi va bilasizlarmi, moshda 100 gram moshda 24 gram oqsil bor. Oqsilga eng boy mahsulot mosh hisoblanadi. Shuning uchun kechga mosh yeyish juda ham foydali.